Qancha vaqtda chiqib qo'yatdi? Ashkani o'chirganda 200-300 metr. 200-300 metrda ashka chiqib qo'yatdi. Spark avtomat korobka avtomobili bularda bo'layotgan muammo chekchiroq yonib qolgan. Diagnostika qilganimizda ba'zi datchiklarga xatolik berayotgan ekan. Hozir bularni ko'rib, to'g'rilab beramiz. Simlarni ko'rganimizda simlari but-butun turibdi, zavodskoy, urilmagan mashina. Simlari ochilmagan, hammasi joy-joyida turibdi. Hozir datchikni yechib tekshirib ko'ramiz. Ikkala datchigini ham yechib olganmiz. Ko'rayotgan bo'lsanglar, setkalari to'lib ketgan nagarga. Hozir buni tozalaymiz. Ko'rishingiz mumkin, tozalab bo'ldik. Yep-yengili bo'ldi. Datchiklarni joyiga qo'ydik. Endi mashinani nazorat qilib ko'ramiz, ishlashini ko'ramiz. Bismillah. Ko'rishingiz mumkin, chekchiroqlari ham o'chgan. Hozir test drive qilamiz. Kompyuter zaryadkasi tugab qoldi. Telefonga oldik. Yurish ham o'zgardi. Yumshoq bo'lgan yurishlari. Yengil. Ashka yonmadi hali. Ancha naguzkada haydadik. Sekin ham yurdik, bosib ham yurdik. Ashka chiqmayapti. Qancha vaqtda chiqib qo'yatdi? Ashkani o'chirganda 200-300 metr. 200-300 metrda ashka chiqib qo'yatdi. Hali ashka yongani yo'q. Almashtirish kerak deb o'yladingiz-da, datchikni. Tozalab qo'yib, haydab ko'rish kerak oldin. Almashtirishdan oldin. O'zi ham ishlab ish beradi. Xursandmisiz aka? Bo'ldi, yaxshi bo'ldi. Kimga shunaqa sifatli garantiyali xizmatlar kerak bo'lsa, bizga murojaat qiling.